Foydalanish uchun oldim. Mana qo'limda Veda assotsiatsiyasidagi ochkilar. Bu har doimgi tibbiyot ochkisidan farq qiladi va buni natijalari bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Men bu ochkini uyga olib bordim va xo'jayinimda, turmush o'rtog'imda, o'ng ko'zlarida gavharni ustida qora parda hosil bo'lganda 2 yildan buyon o'sha ko'zlari yaxshi ko'rmasdi. Umuman ko'rmas desam bo'ladi. Shu ochkidan 3 kun ichida o'sha qora pardadan biz xalos bo'ldik. Oldin sekin odam shakli ko'rina boshladi birinchi kundan, ikkinchi, uchinchi kundan televizorni aniq ko'rib, o'zlari ravshan ko'radigan darajada bo'ldilar. 2 kunda. 2 kunda. Ana endi har kun taqib foydalanib turibdilar. Shu ko'zlardagi bo'lgan nuqsondan biz qutulish niyatida ochkini olib borgandik. Buni natijasini ko'rib, oilaviy juda ham xursand bo'ldik. Erim hozir, turmush o'rtog'im yaxshi ko'rib, televizorlarni o'zlari ko'rib turibdilar. Siz baxtlimisiz? Men juda ham baxtliman. Shu Veda assotsiatsiyaga a'zo bo'lganimdan xursandman, faxrlanaman. Rahmat. Ana endi